boshlanadi. Siy boshlagandan keyin birdan to'xtatasizda, o'rningizdan turishingiz kerak. Oldiramiz. Shu kegel mashqini qilish juda ham yaxshi bo'ladi ayol kishida. O'sha mavzu o'tgani rivojlanish uchun, uni qattiqlash uchun, orgazmni yaqinlashtirish uchun bu kerak bo'ladi. Juda bo'lmasa o'rgatganman, agar hech tamiz bo'lmaydigan bo'lsa, uy sharoitida, o'zi uy sharoitida hech qanaqa kasallikni davolab bo'lmaydi, lekin har xil kasallikni oldini olish yoki ehtiroslarni kuchaytirishi kerakli ba'zi mashqlar bilan odam ko'p narsaga erishsa bo'ladi. Shu hisobidan o'sha kegelni o'rgatganman. Va hojatxonaga borganingizda o'sha unitaz deymiz, unitazga o'tiriladi, o'sha siy boshlanadi. Siy boshlagandan keyin birdan to'xtatasizda, o'rningizdan turishingiz kerak. O'rningizdan turgan paytingizda o'sha o'zingiz sezasiz, muskullarni qisqarayotganini. Ana shu muskulni eslab qolsangiz bo'ladi. Yana o'tirasiz, yana siyasiz, yana to'xtaysiz, yana o'rningizdan turadi. Yana shu holat bo'ladi. O'sha siyni turguncha shu narsani qiladigan bo'lsa, kegel mashqi bo'ladi. Yana keyin yotganingizda, turganingizda, bosh qilganingizda ana o'sha nimani muskulni o'sha paylani o'sha ko'tarish paykasi deb aytamiz. Shuni o'zingiz ham trenirovka qilib ko'tarishingiz mumkin bo'ladi.